Videoni oxirigacha ko'rsangiz, IELTS readingda true false not given ishlashni to'liq o'rganib olasiz. IELTS 8 ga harakat 12-kun. Qisqa qilib tushuntiraman. Passage'dagi ma'lumot bilan question'dagi ma'lumot agarda birga bir to'g'ri kelsa, shunda true qo'yasiz. Masalan, savolda aytyapti, Nodira ate red apple, ya'ni Nodira qizil olma yedi deyapti. Endi shunaqa ma'lumotda passage'da xuddi shunaqa Nodira ate yoki consume red apple, Nodira qizil olma yedi deb kelgan bo'lsa, o'shanda true qo'yasiz. Ya'ni bizda ikkita ma'lumot bir-biriga bir o'xshab kelyapti. Question'dagi ma'lumot bilan passage'dagi ma'lumot bir-biriga qarama-qarshi fikr berayotgan bo'lsa, ana o'shanda false bo'ladi. Masalan, Nodira qizil olma yedi deyapti. Passage'da Nodira olma yemadi yoki Nodira umuman meva yemadi degan gap kelgan bo'lishi kerak. Qachon not given bo'ladi? Ikkita holat bor. Birinchisi, qachonki question'da aytayotgan gapi passage'da umuman bo'lmasa, ikkinchisi sal boshqacha bo'lsa. Masalan, savolda Nodira qizil olma yedi deyapti. Passage'da bo'lsa, Nodira prosta meva yedi degan bo'lishi mumkin, lekin aniq qizil olmaligini aytmagan. Shuning uchun bizda not given bo'ladi.